Keyingi mavzumiz 4-mavzu prokaryotlar. Progacha degani karyot, ya'ni karyot yadro. Ya'ni yadrogacha bo'lgan organizmlar, ya'ni yadro shakllangungacha bo'lgan organizmlar prokaryotlar hisoblanadi. Prokaryotlarga bizga bakteriyalar va ko'kashli suvo'tlari kiradi. Prokaryotlarda nima bo'lmaydi? Ya'ni yadro bo'lmaydi. Asosiy narsalardan bittasi yadro bo'lmaydi. Bundan tashqari mitoxondriya, plastidalar bo'lmaydi, jinsiy ko'payish kuzatilmaydi. Irsiy axborot yadro bo'lmagandan keyin qayerda saqlanadi? Yadro bo'lmagandan keyin DNK'sida saqlanadi yoki RNK'sida. DNK'si halqasimon shaklda tuzilgan bo'ladi. Qolgan organizmlarda, ya'ni evkaryotlarda DNK spiral shaklda tuzilgan bo'ladi. Bularda halqasimon shaklda tuzilgan bo'ladi. Xo'p, prokaryotlarga shu bakteriya va ko'kashli suvo'tlari kiradi. Endi bizda bakteriyalar shakllari bor, 3 xil shaklda bo'ladi. Sharsimon, tayoqchasimon va spiralsimon yoki buralgan hisoblanadi. Sharsimon bakteriyalar ko'klar deyiladi, tayoqchasimonlar batsillar va buralgan yoki spiralsimonlar spirillar yoki vibrionlar deyiladi. Bakteriyalar shunaqa 3 xil shakldagi ko'rinishlar uchraydi. Endi bakteriya kasalliklari virus kasalliklariga nisbatan yuqumliroqlik darajasi sal pastroq. Virus kasalliklari juda tez yuqumli, havodan katta masofalarda yuqish xususiyatiga ega bo'lsa, bakteriya kasalliklari u darajada yuqumlilik darajasi pastroq hisoblanadi. Ba'zi bir bakteriya kasalliklariga emlanamiz, masalan, ko'katda, qo'shol degan bakteriya kasalliklari hisoblanadi. Ularga qarshi biz emlanamiz. Virus kasalliklariga ham qarshi emlanamiz, lekin moslashuvchanlik darajasi yuqoriroqligi uchun ba'zi holatlarda kasalliklarga ham chalinamiz. Masalan, sariq kasalligi deylik, gepatit A, B, C turlari, bularga qarshi emlanamiz, grippga qarshi emlanamiz, lekin ba'zi holatlarda sariq kasalligi ham gepatitga ham, grippga ham chalinish holatlari kuzatiladi, chunki ularda shu moslashuvchanlik xususiyati yuqoriroq hisoblanadi. Xo'p, endi bakteriya shakllari shular. Endi bizda foydali bakteriyalar haqida gaplashamiz. Foydali bakteriyalardan bittasi, masalan, tugunak bakteriyalar hisoblanadi. Tugunak bakteriyalar dukkakdoshlar oilasini ildizida yashovchi bakteriyalar hisoblanadi. Bular havodagi azotni o'zlashtirish xususiyatiga ega. Havodagi o'sha 78% azot bor deb bo'lsak, o'rtacha shu azotni o'simlik barglari orqali o'simlik ildizida o'zlashtiradi tugunak bakteriyalar. Va tuproqni azotli o'tga boyitadi. 1 gektar maydonda shu tugunak bakteriya 200 kilogramgacha azot o'zlashtirishi aniqlangan. Maqsad bog'dorchilikda shu mevalarning hosildorligini oshirishda ishlatiladi. Shu samarali biologik yo'l hisoblanadi. Har xil dorilar sepish, pestitsidlar solishdan ko'ra shu dukkakdoshlar oilasi vakillarini ekish nisbatan tabiatga ham foyda, har tomonlama foyda hisoblanadi. Masalan, o'sha ko'rganimiz bir bog'larda o'rikzor, shoxdori, gilos bog'larida pushtalariga orasiga beda ekiladi. Beda ekilib, o'sgandan keyin bedani o'rib olinib sotiladi. Ham bedasini sotamiz, o'rib olganimizda ildizi tuproq ostida qolgani hisobga havoda o'zlashtirgan azoti ham qoladi, azotli o'tga boyiydi va ildizi chirib, chirimliga ham aylanadi. Har tomonlama foyda hisoblanadi. Shu foydali bakteriyalardan tugunak bakteriyalar, bundan tashqari achituvchi bakteriyalar va chiriqtiruvchi bakteriyalar va ularning ham foydasi yuqori. Masalan, achituvchi bakteriyalardan sut mahsulotlarini tayyorlashda, siloz bostirishda, tuzlamalar tayyorlashda, teri oshirishda foydalanamiz. Chiriqtiruvchi bakteriyalar tabiatda sanitarlar hisoblanadi. Har xil musullardan tozalab, chirimliga aylantirib berishda ahamiyatga ega hisoblanadi. Xo'p, endi ko'kashli suvo'tlar haqida gaplashsak, ko'kashli suvo'tlarda ko'k rang beradigan pigment bu fikatsion hisoblanadi. Yashil rang beradigan pigment xlorofil hisoblanadi. Ko'k, yashil, fikatsion va xlorofil kabi pigmentlar uchraydi. Ko'kashli suvo'tlarga misol oscillatoriya, nostok, xrokok, shularni misol qilishimiz mumkin.
Masalan, ossillatoriya bu ipsimon suvot hisoblanadi, shilinchi pardasi bo'lmaydi. Nostok koloniya bo'lib yashovchi suvot hisoblanadi. Markaziy Osiyo cho'llarida uchraydigan suvotlar tuproq hosil bo'lishida ishtirok etadi. Endi ba'zi bir suvotlar bu Yaponiya, Xitoyda juda ko'p suvotlar, aynan ko'kayishil suvotlar iste'mol qilinadi. Ossillatoriyaning hujayrasining o'ziga xos xususiyati bor. Hujayrasining eni, mana bo'yi, mana hujayrasining eni bo'yidan bir necha marta uzunligi bilan farq qiladi. Shunaqa xususiyati bor. Xo'p, endi ko'kayishil suvotlarning sitoplazmasi, mana sitoplazmasi rangli va rangsiz qismiga bo'linadi. Rangsiz qismi sentroplazma, rangli qismi xromotoplazma hisoblanadi. Shu 4-mavzu